Bu dunyodagi eng katta maydalagich va bu Lamborghini unga tushib ketadi. Undan tashqari biz katta o'lchamdagi qishloqni portlatamiz. Haqiqiy Lamborghiniga tank bilan otamiz. Va shu do'konni dunyodagi eng katta domino bilan ezamiz. Bu esa bizning birinchi eksperimentimiz. Sizlarga video yoqadi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Bu jinnili bo'ladi. Ketdi. Ular tushyapti. Bo'laqa. Zo'r, ishlayapti. Rostdan ham ishlayapti. Hozir vaqt kelmadimi? Taqillashish eshitdinglarmi? Wow! Ana eng kattasiga yaqinlashyapti. Ana bundan keyin eng kattasi. Mana bo'ldi, ustiga qarab tushyapti, ketdi. Domino tushyapti. Bo'laqa sanda o'xshaydi. Bu jinnili bo'ldi-yu. Bu Biz jinnili juda ham bo'ldi. yaqin keldik-yu. Bu hali videoda qiladigan eng zo'r eksperimentimiz emas. Biz YouTube tarixidagi eng zo'r portlash qilamiz. Vagonni havoga qo'yamiz va ko'p narsa qilamiz. Keyingi eksperimentga o'tamiz. Ha! Bizda hali eksperimentimiz ko'p. Hozir esa butun qishloqni Creeper bilan portlatamiz. Misol uchun mana odam bo'yiga teng Creeper. Lekin biz 50 barobar kattarog'ini portlatamiz. Steve, sen qana qilibdir oldinga Creeperdan tirik qolding. Lekin bu safar menimcha tirik qolmaysan. Bizda Steve tirik qolishiga ishonmaymiz. Umuman imkoniyatsiz. 50 barobar katta bo'lgani bilan 200 barobar Tratilaga ko'proq. Hayır Steve. Mayli, bunkerga ketdik. Alvida Steve. Steve'ni ota-bobolariga yuboramiz. Creeperni bo'yini bilmoqchi bo'lsanglar, asliyatda Steve mendan ham kattaroq. Oo, yashil hududga kirdi. Portlash yomon bo'ladi. U yaqinlashyapti. Portlaydi. Hozir nima bo'lishini bilmayman. Qo'rqyapman. Ya Xudo! Yo Xudoyim. Ta'rifga Hozir tiloji. shokdaman. Bu jinnilik bo'ldi. Kim ruxsat berdi? Biz axir Amerikada yashaymiz. Olg'a Amerika. Agar buni zo'r bo'ldi deb o'ylasanglar, hozir undan-da zo'r kelyapti. Bizning keyingi eksperimentimiz uchun men yangi Lamborghini sotib oldim. Adam, bu siz uchun Lamborghini. Rahmat. Nimada gap deb o'ylashingiz mumkin? Aynan shu haqida o'ylayapman. Qanday aytsam ekan? Yaqinda men balkim tank topgandirman. 3 kundan keyin sizni yangi mashinangizni otib tashlayman. Lekin meni kartamni olib, uni himoya qilish uchun xohlagan narsangizni olsangiz bo'ladi. Agar Lambo sog' qolsa, siz yangi mashinali bo'lasiz. Lamboni saqlab qolish uchun xohlagancha pul ishlataman. Shuning uchun ham sizga berdim-da. Bayla, menda o'xshaydi. Miyamda hozir ko'p fikrli. Qisqacha qilib aytganda, o'qni to'xtat, Lamboni yut. Birinchi bo'lib Adam quruvchilarni chaqirib, g'ishla olib keltirib, birinchi devor qurishdi. Devori balandligi boshimdan 30 santimetrga balandroq bo'lishi kerak. Bu Lamboni o'q tegishdan qutqaradi. Endi rejam ikkinchi qismi basseynga o'tamiz. Afsonalar buzish ko'rsatuvida ular suvga otgandi va shu tufayli o'qqa tezligi sekinlashuvdi. Adam Lamboni qutqarish uchun juda ko'p ishlash kerak bo'ladi. Aytgancha xatarlik haqida. Biz dunyodagi eng xavfli Amerika go'rkasini sotib oldik. Nimaga ular xavfli deb o'ylasanglar? Men u yo'lga bomba o'rnatdim. Tasavvur qilib ko'rsak, sizlar go'rkadan uchayotganda ulardan uchib ketasizlar. Savol shundaki, qatga qo'nasizlar. Bu vagonetga qatga uchishni ko'ramiz va uni uchirishdan oldin ichiga manekenlar qo'yamiz. Bolalar manekenlarni xohlagan joyga qo'yinglar. Yelkasi yaxshi ekan. Va oxiriga qadam itaramiz. Qattimroq itaramiz. Yo'ldan qochinglar. Ketdi. Ana ha, shunaqa. Ketyapti. U juda tez ketyapti. Yaxshi, u hozir pastga ketib, rampadan uchib chiqadi. To'xtab turinglar. Ketyapti. Bu juda zo'r bo'ldi. Yaxshi. Meni cho'chtirdi-yu. To'g'risini aytsam, uzoqroq o'chadi deb o'ylagandim. Ha, hammasi yaxshi, zo'r bo'ldi. Kelaylik, yana qaytaramiz. Lekin bu safar portlagich bilan. Bu qutining ichida 10 kilodan ko'p trotil bor. Uni itargandan keyin bunkerga qochinglar. Bu haqida gapirish ham shart emas. Olg'a, itaramiz. Qochdik bolalar, qochdik. Suramiz. Ketyapti. Bol. Oh, xudoyim. Ichkariga. U pastga ketyapti. Jinnilikni biri bo'ldi. Balkim u 100 metrga uchmagandir, lekin biz uni portlatdik. Lekin bu portlash keyingi portlash oldida hech nimaydi. Xo'sh, bizda 3 ta seyf bor. $1000 $10,000 va $100,000. U mendan kattaroq ekan. Ular qancha portlagichlarni ushirgan ko'ramiz. Mana bu haqiqiy portlagich. Nimaga uni Chandler olib yuribdi? U meni dilerim. Sekinroq yerga qo'y. Xuddi yaxshi ko'rmasligi mumkin, lekin bu yerda $1000.
Seyf qancha tursa, shuncha pulga ham Trotila sotib oldik. Hozir kim yutishini ko'ramiz. $1000 seyfmi yoki $1000 portlagichlarmi? Seyfga esa men tuxum qilib qo'yaman. U qo'g'irlarmikin ko'ramiz. Odatda portlagichlarni simsiz portlatamiz, lekin bu safar uni simi bor. Nimaga? Qo'rqinchli bo'lib ketdi. Tuxumdan seyfda hech nima qolmadi. Yana qaytaramiz. Endi 10 karra ko'proq Trotila va 52 karra baquvvat seyf. Men hazillashmayman. Bu seyfning qalinligi 8 sm. Portlagich olamiz. Portlaga jangoga o'xshar ekan. Archan tegiga sovuq qo'yotganga o'xshaymi? O'tgan safarga tuxum sinib ketibdi. Lekin uni $10,000 seyf himoya qilib qolarmikan? Seyf $10,000 ga arzirmikan agar tuxumni qutqara olsa? Menimcha seyflar Trotilada saqlanish uchun qilinmagan. O, hammasi tayyor. Bosib ko'rasanmi? 3-2-1 ketdi. Wow! Xudoyim! Keyingisi 10 barobar kuchliroq bo'lishi kerak. Bunisidan ko'ra, bu o'tgan safargidan 10 barobar baqatroq. Yo xudo, portlagandan is qolib ketibdi. Qaranglar, bo'tga Nolanning onasi tushganga o'xshaydi. Yo xudo, $100,000 seyfni oynasi silib ketibdi. Qisqa gapirganda, seyflarning masofasini uzoqroq qilish kerak edi. Tug'ilganimizdan beri biz muhim savol berardik. Agar $100,000 portlagichlarni $100,000 seyfi oldiga qo'ysa, u tuxumni saqlab qolarmikan? Muhim savol. Omadinglar keldi, chunki hozir javob beraman. O'g'irlik qaranglar. Endi bu seyf $100,000 portlagichlar bilan o'ralgan. Bitta savol, u buzilmasmikan? Hamma biz uyushtirgan portlashlarimizdan bu eng kattasi bo'ladi. Bizning videolarimiz shunaqangi darajadagi, hattoki ko'pchilik fake deb o'ylaydi. Bu haqiqiy portlash. 3, 2, 1. Meni gapiradigan gapim yo'q. Biz shaharda hammani uyg'otdik. Hammani, butun shtatni. Tuxum tirik qoldimi ko'ramiz. Yo xudo, orqa devori buzilib ketibdi. Jigar fundament buzilib ketdi. Yerda izi qolibdi. Ko'rsanglar, ular butun kuchini 17 tonnali ishiga ishlatishibdi. Devoriga tupurishibdi va tuxum tirik qolmabdi. Agar sizlar bank o'maramoqchi bo'lsanglar, 100 milli Trotila ishlatinglar. Shu paytgacha Adam kechalari bilan qurish bilan band bo'libdi. Hozir soat 2, ish bo'lsa qaynab o'tdi. Ertalab qaytib ko'rganimda unda qiziq rejalar paydo bo'lgan ekan. Adam, men nimani ko'raman? Axlatxonada mashinalar ko'p ekan. Menda kamida 2 qavat mashinalar bo'ladi. Ust-must qo'yamiz. Siri shundaki, o'q dvigatelga tegib to'xtaydi. Kuzovdan ko'ra u yaxshiroq to'xtatadi. Xo'sh, hozir Adamda 2 ta shlakoblokli devor, 2 qavat mashinalar va 3 ta suvga to'la basseyn. Hammasi Lambo tank o'qidan himoyalanishi uchun. Uni olib ketishga ishona olasizmi? Jonginam, bu Lambo meniki, bizda 100 tali o'xshaydi. Men ham taslim bo'lgim kelmadi. Shuning uchun biz qo'shimcha kuch chaqirdik. Yigitlar, bu yerga haydanglar. Voy xudoyim, Jimmy. Biz yana 2 ta tank olib keldik. Endi Lamboni har tomonlama otishadi. Adamda imkoniyati yo'q. Sizda bir kundan kam vaqt qoldi. Omadingizni bersan Adam. Hazillarni chetga suramiz, ish jiddiylashib ketyapti. 3 ta tank bo'lishini bilganimda boshqa strategiya qo'llardim. Lekin siz qurguningizcha biza boshqa joyga O, o'tamiz. yaxshi, rahmat. Chris, otasanmi? Hazil. Eksperiment uchun biz 45 kiloli seyfni ishlatamiz. Batut va o'qqa qarshi oyna. Lekin men bu yerdan teshik ko'raman. Bu 3 ta tankdan eng kuchsizi edi. Adam uxladi. Adam Lamborghini'ni himoya qilgunicha, biz yana bittasini maydalagichga tashlaymiz. Va u qanchalik baqatligini sizlarga ko'rsatish uchun men boshqa narsani tashab ko'raman. Karl yo'q. Bosamiz. Ha! Nima bo'lishini ko'ramiz. Bu juda zo'r bo'ldi. Pianinoga o'xshab chiqyapti. Ha! Menimcha bu pianinoni yorish kerak. Qo'shilishaman, kolani qo'yib yubor. Men 99% ular portlashiga ishonaman. Wow! Bu narsalarni qilguncha men sizlarga Creature League haqida aytib beraman. Bu ligani Yefuse bilan 8 ta katta o'yinchilar chiqargan. Bu xuddi sizlar birinchi qatorga abonement olgandaysizlar. Sizlar jamoa yig'asizlar, strategiyalashasizlar va yutuqlarni bo'lasizlar. Voy xudoyim. Keyingisi bizda Hershey to'la avtomat. Uni yo'q qilib sizlarga yordam beraman. Tushyapti. Mana Hershey avtomati. Tiqilib qoldimi? Hattoki bu katta maydalagich Hershey'ni hazm qila olmadi. Sizlar Creatures League'da bilet sotib olib,
ligaga ta'sir ko'rsatasizlar, sovrinlar yutib olasizlar va hattoki o'zingizni sevimli blogerlar bilan uchrashasizlar. Va agar shu hafta ro'yxatdan o'tsanglar, 3 ta korobka festival olasizlar. Men bio tualet olaman. Kim Krisga uni ishlatishni o'rgatdi? Creature League blogerlar o'ynaydigan o'yinni boshqaruvini beradi. Kris qo'yib yubor. Kim qaysi jamoada? Qanaqa qoidalar? Sasotdi. Biz axlatxonada 10 soatdan beri o'tiramiz. Men hattoki hojatga kirib chiqdim. Bitta Creature bileti bitta ovozga teng. Sizlar ligada bo'layotgan narsaga ta'sirlan ko'rsata olasizlar. Videoning tagidagi sahifaga o'tinglar va ro'yxatdan o'tinglar. Lamborghini'ni maydalagachish uchun tayyorlagunimizcha, biz tankda boshqasiga o'tamiz. Adamda esa ishlari yaxshi ketmayapti. Chunki u oxirgi kechada ko'p muammolarga duch keldi. Bizda muammolar paydo bo'ldi. Bizga ko'p narsa yetishmayapti. Magazinlar yopilgan, mahsulotlar kam. G'ishshotga qo'yamiz. Shuncha narsa qilganga ishonmayapman. 3 ta tank bo'lishi mumkin emas. Butun kecha ishlayman, uxlab qolsam o'zimni kechirmayman. Adam, Salom Jivi. haligacha quryapman demang. Yana 5 soat bera olasanmi? Oxirgi kunda Adam yana 20 ta mashina olib kelibdi va burchaklariga 4 ta devor qo'yibdi va 2 ta katta basseyn qo'shibdi. Lekin siz basseyn qurib ichiga suv to'ldirmadingizmi? Meni vaqtim yetmay qoldi. Time management o'qish kerak edi. Kerak bo'lib qoldi. Bu tarafda mashina kamroq ekan. Bu yoqqa qum sepganingizni ko'raman. Shunaqasi ular qattiqroq Hammasi turadimi? yaxshi. Aka ular chiqib Hammasi ketdi. ishlaydi. Hammasi o'xshaydi. Mayli. Menimcha biz bu Lamborghini oxirgi marta sog' ko'ramiz. Tayyor tur, men qaytaman. Men 20 ta tank o'qini topib keldim. Qanaqasiga deb so'ramang. Biz hamma o'qni tugatmaguncha otib tashlaymiz. Bolalar tankka tayyorlashyapti, bu juda zo'r bo'ladi. Nimaga bu unaqa kichkina? O'zing bilasan. Kutilgan vaqt keldi. Sizlar tayyormisizlar? 3, 2, 1. Wow! ko'rdinglarmi? Yo'q. Birinchi o'q Lambo'ning oldiga basseynga tegdi. Suv har taraflama quyilib ketdi. Basseynlarga qancha suv to'ldirdingiz? Ey, jirkanch. Otoch! Voy xudoyim! Haligacha umidimni so'ndirmadim. Hoy, bu safar 3 tasidan bittada. Voy xudoyim. 3, 2, 1. Devorlatib Adamning Lamborghinisi ko'rinmayapti. Hamma o'qli tugamaguncha biz Lamborghinining ahvolini ko'ra olmaymiz. Men uni sezdim. Ishla chato. Tanklarni o'qlaylar. Chris. Karl. Nolan. Boom. Himoya ko'tara olmayapti. Ishla chato, men afsuslanishni boshlayapman. Qo'limdan kelganini qildim. O'toch! Juda ko'p kuchim bor. Bugun men ham o'zimga ishonuvdim. Tanklar tez otayotgani menga yoqotdi. Oh! Qiyshu otayotganga umid qilaman. Nimalarda otuvdingiz? Oxirgi o'q Adam. Bu safar sizga tanlovingiz yo'q. Agar yutqizishim kerak bo'lsa, qishmamsa chiroyli yutqizaman. Yaxshi. Bu yugurib ketdi. Adam mashinasi uxladi. Ko'ra olmayapman. Hech nima ko'rinmayapti. Shunaqa. Ha! Hoy, uni teshigi yo'qmi? Shunaqa do'ndiqcha. Mashinalar o'qni ko'tara olmasa ham, ular tankni o'qini chetga qarab otib tashlagan ekan. Yo'q, basseynda o'q. Yo'q, xudoyim. Basseynda o'q. Lamborghini oldidagi basseyn Lamborghinini qutqarib qoldi. Afsonalarni buzish ko'rsatdi, rahmat. Qarzdorman, lekin Lamboni olib ketaman. Yo xudo, sig'asmish qilib. Sug'dilar. Ha, biz buni ishlatamiz. Hammasi yaxshi, biz ishlatamiz. Lambo bilan tabriklayman. Rahmat, Yana Jivi. bittasini portlatamiz. Ana endi sizlar eng kutgan vaqtingiz keldi. Bu temir tirsak maydalagichni ichiga tushib ketadi. Qo'yvaraymi? Shunaqa. Boshlaymiz. Karl, sen tayyormisan? Tayyorman. Lamborghinini qo'yib yubor. Yomon sabiylashyapman. Voy xudoyim! U burchakda turib qoldi. Yo'q, Qazar, ana u. Lamborghini dunyodagi eng katta maydalagichga qarshi. Hozir Bundan zo'r narsa hech qachon ko'rmaganman. jigar butun konstruksiya qimlab tashyapti. Mashina qarshiga o'tdi. Menimcha uni itarib yuborish kerak. Lambo uchi tiqilib qoldi, shuning uchun kran uni bosib yuboradi. Yirtasha! Ha! Yo xudo. Maydalangan Lamborghini shunaqa ko'rinadi. Xavotir olmanglar, u yaroqsiz edi. Obuna bo'linglar, oldinda hali zo'r video bo'ladi. Qo'yarshinglarni xohlamayman. Ko'rishguncha.